Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bizning kanalimizni anchadan beri kuzatib borayotganlar va yangi qo'shilganlar. Kanalimizda 1 yil mobaynida video qo'yilmadi. Uzumchilik to'g'risida asosan videolar shu kanalga yuklanib boriladi. Ismim Hojakbar, Oltiariq tumanidan, Eskariq qishlog'idanman, Farg'ona viloyatidan. To'liqroq ma'lumot berib o'tsam, uzumchilik yo'nalishida o'zimiz dehqonchilik qilaman. Shuning uchun videolarni qo'ldan kelgancha yuklab boraman. Oltiariq tajribasini, misol uchun butun O'zbekistonda yoki O'rta Osiyoda ulashib borish maqsad, rivojlantirish va o'sha eksportbop uzumlarni, sifatli uzumlarni to'g'ri tarbiyalash va yetishtirish to'g'risida videolarimiz asosan shu uzumchilik to'g'risida. Hozirgi kunda mana bugungi chisloyimiz 10-aprel sanasiga kelib, uzumlarimiz holati mana shu holatda. Shoxonagi uzumi, mevalari ham ko'z tegmasin bor. Bu yilgi nima deymiz, 24 va 25-yilgi qishki mavsumda uzumlarimizga biroz sovuq ta'sir qildi. 2 yil oldingi anomal sovuq kabi bo'lmasa ham undan pastroq sovuqlar ta'sir qildi va ayrim kurtaklar deyarli 2 yoki 3 kurtak deymiz biz. Birinchi asosiy kurtak sovuq ta'sirida sovuq olganligi uchun keyingi kurtaklar uyg'onib chiqadi. Ba'zida bular mevasiz bo'lishi mumkin. Meva chiqarmaydi. Meva chiqarmagandan keyin hosildorlik kam bo'ladi. Mana bu qalamchalarda hali juda kech. Mana bularda mana bor mevalar mana bu kurtaklarda yo'q nishona. Endi nima ishlarni qilyapman? Misol ko'pchilikka tavsiyalar berishim mumkin, lekin mutaxassis emasman. Bu misol shu ishni qilsangiz, shu dorini foydalansangiz va shunday holatda bo'lsa, men aniq kafolat beraman deb aytmayman, lekin o'zim tajribamni kanalimga qo'yib boraman. Oltiariq uzumchilik tajribalaridan, o'sha dehqonlardan, o'zimizdan oldingi uzum yetishtirgan, nima deymiz, o'sha mutaxassis dehqonlardan o'rgangan tajribalarimizni kanalda qo'yib boramiz. Uzumlarimiz barglar bo'ldi, hali xomtokka ancha bor. Endingi qilyap turgan ishlarimiz birinchi navbatda shu, biroz kutamiz. Uzumlar nima deymiz, o'sha kurtaklar uyg'ongandan keyin mana bunday mevasizlarini mana bu meva yo'q. Bularni olib tashlash kerak vaqtida olib tashlasak, hali kurtak baquvvat bo'lib, quvvatini uzum tanasidan keraksiz quvvatda olib turgan hisobiga bulardan qutulishimiz kerak. Unga ham hozircha biroz vaqtli yoki qilsak bo'ladi. Endi har kimni sharoitiga qarab, vaqtiga qarab qilinadi. Birinchi xomtokda ham qilsa bo'ladi bularni, lekin birinchi xomtokkacha shu ancha uzumimizdan tanasidan quvvat olib turadi. Shuni o'rniga boshqa mevalik novdalariga kuch berib tursa yaxshi bo'ladi nisbatan. Mana bu ko'rib turgan uzumlari Razamat ota bizda o'sha aralash, riyat-marat ekilmagan, o'sha oldin shunaqa bo'lgan. Endi hozirgi yangi qilinyapti turgan bog'lar asob o'sha uzumlarni sortiga qarab ajratib ekiladi. Shunga yarasha parvarishlar bo'ladi keyin. Bizniki aralashtirganimiz uchun bir xilda parvarish olib boriladi. Mana bu o'sha damskiy uzumimiz, ko'pchilik yaxshi biladi. Kelin barmoq, damskiy palichka deb ataladi. Xo'p, video cho'zmaymiz. Ko'proq hozirgi nima qilinishi kerak degan ishlarga. Ba'zi joylarda uzumlar o'sha kech qolyapti, kurtak chiqarishi sust. Dehqonlar biroz o'ylanib turishibdi, nima qilsak bo'ladi, qanday qilib o'sishini tezlashtirishimiz mumkin degan o'zlariga, uzumlariga qarab bir o'ylashlari mumkin. Nima bo'lyapti bu uzumlarimizga, nimada xatolik qilganmiz yoki o'sha qalamcha novda qo'yishda kamchiliklar bo'lganmi deyishi mumkin. Ba'zi joylarda sovuq ta'sir qilganligi uchun kechroq chiqargan bo'lishi mumkin, yoki o'tgan yilgi hosilda juda ko'plab meva olganligi uchun uzum tanasi holsizlangan, quvvatsizlangan bo'lsa,
qanday ishlar olib borish kerak. Birinchi navbatda o'sha pastiga Amofust o'sha MPK dorilarini ko'mishni maslahat beraman. Uzum tagiga misol agitlarga chuqurligi bir 10-15 santimetr tuproq ostiga har tochkaga 100 gram yoki 50 gramdan solib 10 sotigiga misol uchun 100 kilo solishingiz mumkin, balki 50 kilo yoki 150 kilo endi uzumni quvvatiga qarab balki ko'proq dori kerak bo'lsa ko'proq berishimiz ham mumkin. Uzum atrofini 20-30 santimetr o'sha tagidagi tubni tagidan 20-30 santimetr diametr atrofda qilinsa yaxshi effekt samara beradi. Sug'orish kerak. Keyin har xil mahalliy o'g'itlar bilan ham oziqlantirib sharbat hisobida qilib bersa ham yaxshi foyda beradi. Endi tepadan oziqlantirish uchun qanday dorilar sepishga keladigan bo'lsak, o'zim uchun hozir ko'rsataman. Mana bu dorini olib keldim. Tekamin Alem Agro Aziya distribyutori, O'zbekiston distribyutor Alem Agro. O'qib olishlaring mumkin. Qiziquvchilarga bu vitamin, mana bu yerda yozib qo'ygan tarkibini: umumiy azot 7%, organik moddalar umumiy miqdori 60%, aminokislotalar umumiy miqdori 14/4, erkin el aminokislotalar tarkibini o'qib chiqdim. O'simlikka, faqat uzumga emas, boshqa poliz ekinlariga, bodring, pomidor, shunga o'xshagan karam foydalanish mumkin. Ishlab chiqaruvchisi Ispaniya Agritechno kompaniyasi. Qadog'ida o'qib chiqqan joyimda yozib qo'ygan. Ishlab chiqaruvchi Ispaniya mamlakati, yetkazib beruvchi distribyutorlari Alem Agro Aziya, O'zbekiston. Ispaniyani shu dorisi. Miqdori qanchadan qo'shyapman bunga keladigan bo'lsak, hali sepib ko'rmadim, chunki kecha ilgari kuni yomg'irli ob-havolar bo'ldi. Endi yomg'irda dorini sepishni foydasi yo'q. Shuning uchun endi bugundan yoki ertadan boshlab o'sha yangi chiqib turgan novdalarga sepiladi. Bu vitamin tezroq o'sadi va uzumimizni qancha misol rivojlantirsak, o'suv nuqtalarini rivojlantirsak, shuncha uzum o'ziga quyoshdan energiya oladi, vitamin oladi va tomirga beradi. Rivojlanish shuni hisobiga, o'suv nuqtalari o'sishini hisobiga uzum o'ziga tabiiy o'sha havodan, o'sha quyoshdan olayotib turgan minerallarni hisobiga o'suv tezlashadi. O'sha hosildorlik, uzum boshlari kattalashadi. Shunga o'xshagan misol razamat yoki boshqa changlanishi muhim bo'lgan uzum navlari bor. Yaxshi changlanishi va o'sha nima deymiz, uzum quvvatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan uzumni sifati uzum quvvatiga qarab bo'ladigan bo'lsa, shu yordam beradi rivojlantirishga. Avvalo birinchi navbatda navdalar tetik, yaxshi, baquvvat o'sadigan bo'lsa, uzum mevasi ham shunga qarab hosildorligi ham yaxshi bo'ladi. Bu dorini misol uchun 100 grammini qancha suvga qo'shishimiz kerak deydigan bo'lsak, men misol uchun 100 grammini so'radim. Qancha suvga deydigan bo'lsa, 100 grammini 80 yoki 100 litr suvga 200 gram miqdorida deb berishdi. 100 grammi 50 litr suvga bo'lsa, o'sha 100 litr suvga 200 gram miqdorida aralashtirib uzumlaringizga yoki boshqa ekinlarni rivojlantirish uchun sepishingiz mumkin. To'g'ri aytib turgan bo'lsam, esda qolish uchun 100 grammini 200 litr yo'q, adashib ketdim. Yoki to'g'ri. 100 grammini 200 litr suvdan foydalanishlaring mumkin. Yo'q, yana adashdik. Uzr so'rayman. 100 grammi shunaqa 50 litr suvga bo'lsa, to'g'ri, o'sha 100 litrga 200 gram foydalanasizlar.
dorini sepaman va o'sha effekti yaxshi bo'lsa sizlarga o'sha keyingi videolarimizda ko'rsatib o'taman. Effektini sezdim yoki o'sha foydalanish mumkin yoki mumkin emas. Menga ham maslahat bergan o'zimga yaqin akam o'sha uzumchilik bilan ko'p yillardan beri shug'ullanadi. Sepdim, foydasini ko'rdim. Bir sinab ko'ring deyishdi. Shuni oldim, xarid qildim o'zim uchun. Narxiga keladigan bo'lsak, miqdoriga qarab narxi o'zgarib boradi. Katta bog'lar ko'proq oladigan bo'lsa, kelishtirib berishi mumkin. 100 grammi 25 ming, 20 ming, balki 30 ming ba'zi joylarda har xil endi sotuvchilarga qarab. Men xarid qilgan bu dorini joy shu Oltiariq tumani Jo'rak qishlog'idagi Dubay. Ko'pchilik oltiariqliklar yaxshi taniydi. Dubay marjinoxonasining yonida o'sha Dubay agro preparatlar beradigan dorixonasi bor. O'sha Dubay dorixonasidan xarid qildim. Sizlar ham misol agar boshqa dorixonalardan agar topmasalaring, albatta Dubay dorixonasida bor. Tekamin vitamindan foydalanishlaring mumkin. O'sha manzil Dubay, Jo'rak qishlog'i, Oltiariq tumani, Dubay o'sha dorixonasi. Bodringlarimga ham sepdim. Endi Teplisadagi bodringlarni ham xohlasalaring ko'rsatib o'taman. Mana shu holatda bodringlarga ham sepdim, foydasini sezdim, lekin bodringda sezdim. Uzumga endi bugun yoki ertaga foydalanmoqchiman. O'sha uzumimizda o'suv nuqtalarida kamchiliklar bor, nima qilishimiz mumkin yoki nima qilsam bo'lar ekan degan tomoshabinlarimiz bo'lsa, ushbu doridan Tekamin Max Alem Agro kompaniyasinikini foydalanishlaring mumkin. Miqdorlarini video davomida aytib o'tdim, qancha qo'shishlarini, narxini endi har xil dorixonalarda qanchaligini bilmadim, lekin o'sha Dubay dorixonasidan olsalaring kelishtirib shu uzumchilik uz kanalidan Hoji Akbardan videosini ko'rib olmoqchiman desalar, albatta narxini kelishtirib beradi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Bugungi videomiz shu. Hozircha qilinadigan ishlarni keyingi videolarda qo'yib boraman.